Assalomu alaykum aziz faiz tabriklash agentligi jamoasi Marg'ilotdamiz. Beshinor restoranidamiz. Otabek akamizni xursand qilamiz. Umr yo'ldoshi hamda farzandlar nomidan xursand qilamiz. Kuzatib turing. Turban qaddim kelib, durur tog' qoyasida, turban devrilsin, qadamni soyasida, dafon umr yo'llarim, gulzorim huzurlarim, o'tkaytar qo'llarim, qadamni soyasida. Otabek akamiz bormi? Dostlarga zor olmadım, yaşadım ve sormadım. Dadamın sayesinde. Otabek'e tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Bir qaysizlar bilan qolmoqmasa tabriklaymiz. Dadamın sayesinde. Dadamın sayesinde. Yuruplar devrim sürdü. Dadamın sayesinde. Birlikteki devletim, aşçıların servetim, olam benim cennetim. Dadamın sayesinde. Akkellerim toy buldu, soykellerim koy buldu, uylarım hürget oldu. Dadamın sayesinde düşmanga xor bulmadım, dostlarga zor bulmadım, yaşadım ve sormadım. Dadamın sayesinde, dadamın sayesinde, dadamın sayesinde, yurttan devrim sürdüm. Dadamın sayesinde, dadamın sayesinde, dadamın sayesinde, yurttan devrim sürdüm. Dadamın sayesinde. Avvalambor assalomu alaykum deymiz barcha mehmonlarga hamda mezbonlarga barchani tabriklaymiz. Bugungi quvonchli kunlar bilan, shukrona kunlar bilan tabriklaymiz. Bugun faiz tabriklash agentligi jamoasi mana shunaqangi faizli kechaga tashrif buyurishimizdan asosiy maqsad Otabek akamizni tabriklab tashrif buyurdik. Otabekka tabriklaymiz. Shukrona kunlaringizdan umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha dunyoga tabriklaymiz. Quvonchli kunlar bilan barcha mehmonlarni tabriklaymiz, do'stlarni. Syurpriz kutganmidingiz, kutmaganmidingiz aka? Kutmagandingiz. Nima deb o'ylaysiz? Kimlar nomidan bo'lishi mumkin? Taxmin ko'ringchi, siz uchun eng yaqin bo'lgan insonlar. Begona yo'q bo'ldi. Taxmin ko'ringchi. Hamma yaqin. Mayli, o'zim aytaman. Avvalambor oila a'zolaringiz, umr yo'ldoshingiz, Gulshod opamizni hamda farzandlaringiz, 3 ta qizingizni, Shabnam, Shohsanam, Shoyda qizlaringizni nomidan tabriklaymiz. Hamda sinfdoshlaringiz, barcha mehmonlar nomidan tabriklaymiz. Bitta qarsiylar bilan qanday bo'lsa, tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Oila a'zolaringizni nomidan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Otabekka tabriklaymiz. Kelishimizdan oldin umr yo'ldoshingiz bilan, Gulshod opamiz bilan hamda farzandlaringiz bilan gaplashdik. Farzandlaringiz bilan shunda so'radim. Bugun dadajoningizni shukrona kunlari bo'lsa nimalar deb tabriklaylik? Qanaqangi traktoringiz bor, qanaqangi til so'zlaringiz bor deb so'radim. Shunda umr yo'ldoshingizdan ham so'radim. Gulshod opam aytayaptiki, ukam deyapti, bu dunyoda men uchun achinadigan, men uchun kuyinadigan va menga ishonadigan, men uchun mehribon insonlar bor deyapti. Ulardan biri mening umr yo'ldoshim, turmush o'rtog'im. Bugun shukrona kunlari. Avvalambor tabriklayman shukrona kunlari bilan deyapti. Uzoq umr tilayman, sog'lik, omonlik tilayman deyapti. Muhimi sog'lik. Bizning yonimizda, farzandlarimizni yonimizda hamisha sog' salomat bo'lib yurishini xohlaymiz har doim deyapti. Umri uzoq bo'lsin va bugungi umr yo'ldoshimni bugungi kunini hayotidagi eng unutilmas lahzalarga boy bo'lishini xohlaymiz deyapti. Bugun sizni xursand qilishyapti umr yo'ldoshingiz va farzandlaringiz ham. Qizlaringiz ham aytayaptiki, akajon deyapti, bugun biz uchun eng muhim va eng qadrli kunlardan biri deyapti. Sababi
bizni davlatimiz, dadajonimizni buni shukronat kunlar. Avvalambor tabriklaymiz xo'sh kunlar. Biz ham dadajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Juda yaxshi ko'ramiz. Avvalambor uzoq umr tilaymiz. Sog'lik, omonlik tilaymiz deyapti. Bizning yonimizda hamisha sog' bo'lib yursin. Muhimi sog'lik. Dadajonimiz bizning yonimizda sog' salomat bo'lib yursalar, shuni o'zi biz uchun eng katta baxt bu hayotda deyapti. Siz oila a'zolaringiz juda ham yaxshi ko'radi. Ular aytayaptiki, akajon deyapti, dadajonimni mehribonligini, g'amxo'rligini qanaqangi so'zlar bilan ta'riflab bersak ham aslida kam deyapti. Lekin shunday bo'lsa ham bugun dilimizdagi so'zlarni, rahmatlarimizni dadajonimizga yetkazmoqchimiz deyapti qizlaringiz. O'shanda so'radim, qanaqa rahmatlaringiz bor, qanaqa tilaklaringiz bor dadajoningizga deb so'raganda qizlaringiz aytayapti, avvalambor rahmat aytamiz dadajonimizga, hamda onajonimizga, bizani dunyoga keltirganliklari uchun va bizani o'stirib kelayotganliklari uchun rahmat aytamiz deyapti. Bizga hayotdagi eng yaxshi tarbiyani berib kelayotganliklari uchun rahmat aytamiz. Bizni hamisha qo'llab-quvvatlab kelayotganliklari uchun, bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib kelayotganliklari uchun dadajonimizga rahmat aytamiz deyapti. Farzandlaringiz aytayapti, biz hozirgacha qanaqangi yutuqlarga, marralarga erishib kelayotgan bo'lsa, ularni hech biri o'zidan o'zi bo'lib qolmagan. Ularga sababchi inson dadajonimiz bo'ladilar deyapti, onajonimizdan birgalikda. Chunki ular avvalambor bizani dunyoga keltirdi, voyaga yetkazyapti. O'zi yemay, yedirib, o'zi kiyman, kiydirib, faqat halol mehnat bilan, faqat farzandim, bolam chaqamdek biz uchun harakat qilib kelyapti dadajonimiz. Hayotda har qanday qiyinchilik kunlarda ham, sinovli damlarda ham o'zlarini o'ylamasa, faqat farzandim, bolam chaqam deb ertani erta deman, kechani kecha deman, faqat halol mehnat qilib biz uchun harakat qilib kelyaptilar. Biz rahmat aytamiz barchasi uchun deyapti. Dadajonimizni biz farzandlariga berayotgan tarbiyalari va duolari sabab biz katta marralarga erishyapmiz. Ularning barchasi uchun rahmat aytamiz deyapti. Otabekga farzandlaringiz barchasi uchun rahmat aytdi. Va qizlaringiz aytayaptiki, lekin ba'zida shunaqa paytlar bo'ladi, umr yo'ldoshingiz aytayapti, ba'zida bilib bilmasdan ko'ngillariga tegib qo'yamiz dadajonimizni deyapti, xafa qilib qo'yamiz. Agar bizdan xafa bo'lsalar, biz bugun barchasi uchun kechirim so'raymiz va biz har doim shuni xohlaymiz. Dadajonimizni ko'zlaridan hech qachon ko'z yoshlari oqmasin, yuzlaridan kulgu tabassumlar arimasin deyapti. O'zlarini ehtiyot qilsinlar deyapti. Va qizlaringiz aytayapti, akajon deyapti, bizani dadajonimiz nafaqat bizni dadamiz, bizni qahramonimiz bo'ladilar. Bizni qalqonimiz, bizni qo'riqchimiz, bizani ustozimiz sanaladi deyapti. Va bizani eng yaqin do'stimiz dadajonimiz bo'ladi. Chunki biz farzandlarga dadajonimiz har doim halollikni o'rgatib kelayotgan inson. Oq-u qora neligini o'rgatib kelayotgan inson bo'ladilar. Va eng asosiysi birovni haqqiga xiyonat qilmaslikni o'rgatib kelyaptilar. Biz barchasi uchun rahmat aytamiz. Va mana shunaqangi halol, oq ko'ngil, mehnatkash insonni farzand ekanligimizdan biz faxrlanamiz deyapti. Va farzandlaringizdan biz ham shuni xohlaymiz, akajon deyapti, dadajonimiz ishonchini oqlash uchun, yuzlarini yorug' qilish uchun hozir harakat qilyapmiz. Dadajonimiz ham farzandim, qizim, men sendan faxrlanaman degan bir og'iz shirin so'zlarni eshitish uchun biz jonimizni berishga tayyormiz deyapti. Farzandlar juda ham yaxshi ko'rarkan. Bugungi kuningizni hayotingizdagi eng unutilmas narsalarga boy bo'lishni tilayapti. Xudo xolasa Otabekga sizni xursand qilishyapti oila a'zolaringiz. Agar ruxsat bersangiz, hozir menda bitta tabrik she'ri ham bor. Ana shu tabrik she'rida farzandlaringizni dil so'zlari aks etgan. Qizlaringizdan so'raganda aytganda, aka deyapti, aslida gapiradigan bo'lsak, dadajonimiz uchun tilaklarimiz juda ham ko'p. Tabriklarimiz juda ham ko'p. Dadajonimiz juda ham bebaho insonlar. Juda ham bebaho inson. Nima deb ta'riflasak ham aslida kam deyapti. Gapirsak soatlar, kunlar, yillar gapirsak arziydi deyapti. Lekin shunday bo'lsa ham bitta tabrik she'rida ularning dil so'zlari aks etgan, shuni farzandlaringizni nomidan o'qib eshittirsin. Uchun marhamat. Bir bog'ni yashnatgan mehribon bog' bor. Ko'karsin, unsin deb tinmagan dehqon. Yomonlardan bag'rida asragan qalqon. Bebaho boyligim bir donam ota. Yo'qni ham biz uchun ro'yob etganim. Bolam deb yurakdan, jondan kuyganim. Borlig'im chindan suyganim. Beqiyos boyligim yagonam ota. Soyangiz ostida ulg'aydik began. Tashvishni bilmadik, yashadik began. Biz uchun hamisha asrasin ekan. Qadri osmon, qadrligim. Davlatim otam deb o'zim bitta qarsaklar bo'lsa, Otabek uchun hamda ruxsat bersangiz farzandlaringiz nomidan ajib qanotlar bo'ladi va siz uchun
oila a'zolari nomidan ajoyib sovg'alar ham tayyorlangan. Ruxsat bersangiz, ajoyib shirinlik tortlarni biror dadajonimiz uchun davlatni motam deb nomlangan mana shu shirinlik tortlarni topshirib qo'yishdan marhamat. Bitta qarsinglar bilan qo'llab tursin. Yaqinlari ham taklif qiladigan do'stlar bo'lsa, hammamizni o'z tabriklab qo'yishdan mukofoat berganmiz. Marhamat. Tabriklaymiz. Dünyada eng tabarum inson, dadasizni yaxshi ko'raman, aytganingiz qilmaganim bor, qadringizni bilmaganim bor. Ajoyib shirinlik tortlarni topshirib qo'yishimiz mumkin. Tabriklaymiz. Sizni yaxshi ko'raman, yo'llarga mehr boraman, so'zlarga sevgi boraman. Bitta qarsinglar bilan qo'llab tursin. Tabriklaymiz. Sizni yaxshi ko'raman, Tabriklaymiz. Sog' bo'lsin. jonlarga mehr boraman. Go'shtlarda mehmon qilamiz va ajoyib shirinlik tortlarni kesib birgalikda marhamat. Yashrab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dadasizni yaxshi ko'raman, jonlarga mehr boraman, so'zlarida sevgi boraman, gaplarga bor so'raman, dadasizni yaxshi Tabriklaymiz. Yanvar boramosh. Xudo xohlasa. Otabekga tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turkunchalik yubileylar bilan tabriklaymiz. Shukrona kuningiz bilan. Bugun qizingizni ham tug'ilgan kuni, Shabnamni. Shabnam qizingizni ham tug'ilgan kunini tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turkunchalik katta qizlar eting. Xudo xolasa katta yubileylaringizni ham, 100 yoshlarga chiqqaningizda ham mana shunaqa yaqinlar bilan, do'stlar bilan, jigarlar bilan birgalikda inshaalloh ko'proq nasib etsin. Otabekga tabriklaymiz. Endi agar ruxsat bersangiz, o'z farzandlaringiz nomidan tilsimizlarni yetkazdim niyatlarni, lekin ularning o'zlarida ham bor. Siz uchun tayyorlagan ajoyib syurprizlari bor. Hali syurprizlar tugamadi. Yaxshi niyatlari, dil so'zlari bor. Lekin ulardan oldin yoshlar otamiz, onamiz bor mana shu yerda. Mikrofonni bersak ularga ham yaxshi niyatlar tilaklari bo'lsa, yo'llab qo'ysak, farzandlar davom ettiradi. Ota marhamat. Rahmat. Kecha qatnashchilar o'g'limiz Onun için katta rahmat. O'sha bilan teng qatnashib, o'rlasha bilib yuraverdi.
Tebrikler dizleşlerle kırılırım. Yemeğden tuğandı. Katta rahmat aytganlaringiz tabriklaymiz yana qo'shib qilaman. Qo'shib o'qib, o'zim yaxshi niyatlaringiz bo'lsa yo'llab qo'yishingiz mumkin ama. Akam devletine şu havası tuğan devlet. Kımsa sayıyorsun, emre devletine. Kızım çok ana. Oğluşla almanlar, kızlar bizim güzel yaşlılar, şu kızların da hepimizin baktığını aman olsun. Katta rahmat aytganlaringiz tabriklaymiz yana borib. Qizlaringiz ham ajoyib sovg'alar bor ekan, topshirib qo'yamizmi? Jonim uchun bitta qarsiylar bilan qo'llab qo'ysak, qizlaringiz bilan ajoyib sovg'alarni qarshi olasiz. Turib qaddim kelib, urug'da qoyasida yuribman davrat surib, dadamni soyasida ravon umr yo'llari, gulzor o'ngu so'llari, ko'kka yetar qollar, dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadi, do'stlarga zor bo'lmadi. Yaşadım hep sonladım dadamın soyasıda. Hey düşmanga harp olmadım, dostlarga zor bo'lmadim. Yaşadım hep sonladım dadamın soyasıda. Dadamın soyasıda, dadamın soyasıda. Yürüman davrim sürüp dadamın soyasıda. Hey dadamın soyasıda, dadamın soyasıda. Yeter kollarım dadamın soyasıda. Katta rahmat tabriklaymiz yana borib qo'shib qilaman. Rufat akamizni ham tug'ilgan kunlari ekan bugun do'stlarning orasida. Bugun bir emas, ikki emas, 3 ta bayram ekan mana shu yerda. Rufat aka tabriklaymiz sizni ham qo'shib qilaman. Do'stlaringizni nomidan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Birga o'tirib o'tiring. Otabek aka, agar ruxsat bersangiz sizga mikrofonda bersam, ha? Yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, farzandlaringizga, yaqinlarga yo'llab qo'ysangiz bo'ladi. Yaxshi niyatlaringiz, farzandlarga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Rahmat. Katta rahmat. Aytganlaringizga tabriklaymiz ham buni. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi sinfdoshlar orasida tabriklab qo'ydiganda bormi? Agar bo'lsa mikrofonni beradi. Otabek akamiz, Rufat akamiz yaxshi niyatlar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Otabek men tabriklayman. Ularning yo'ldoshlarga chiqqanlar ham shunday yo'lda o'tirganlardan safi 2 barobar ko'payib birga o'tish nasib etsin. Lekin janob To'g'ri akalarga sizlardan tabriklaymiz. Sharnom qizimizni ham tabriklaymiz tug'ilgan kunlari bilan. Qolaversa sinfdosh do'stlarimizning tug'ilgan kunlari ularni tabriklab qo'yamiz. Qani sinfdoshlar kelib bir so'zlaringizni o'zlaringizda yaxshi niyatlarimiz ha? Otabek do'stim tabriklaymiz. Shu qatnashib 60-70-80 yoshlarga debutda shibri. Ismonovga ham sog' bo'lsin, qizlarga sog' bo'lsin, yoshlar sog' bo'lsin. Shu uyga hamisha shu ochiq dasturxonda bo'ladi. Shu baxtli bo'lsin. Zachon seni tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Men kecha Abdusalomovman. Otabek akaning
Balası Atabek'in 40 yaşı bile tebrikimiz. Xudoyim shu degan janob Xudoyim shu elimda o'ynabli biza yuzga chiqqanlar endi so'rab olgaysizlar. O'sha seni tebrikimiz. Shamlar qizim seni tebrikimiz. Xudoyim shu bu bo'lgan qiz bo'lib bokslarga kirib yutib o'tirmak hammamizga nasib etsin. Yana bir marta jo'ra tabriklayman. Çok yaxshi bo'ladi. Atabek, bugun 40 yoshimni tabrikimiz jo'ra. Umrim uzoq bo'lsin. Erman qizim sendan tabriklaymiz. Ota-onangning vaqtini sog' salomat. Qo'razbek ikki janoblar ulardan tabriklaymiz. Ular uchun farzandlarimiz hayotida sog' salomat yuraverin. Bizlarga kirganda ham tabriklab ko'mak nasib etsin. Rufat jo'ra seni ham tabriklayman. Rufat, bana bugungi tavallud kunimga tabriklayman jo'ra. Xudoyim shu jo'ra bilan yig'imiz yana shu 3 asr ko'rgaysizlar shundan keyin. Hey? Ozmi o'lchaysan? Yolg'on deb qo'yaman. Ha? Tabriklayman. Do'stlarim shu o'g'illar yaxshi tilaklar aytyotar. Xudoyim shu bu umr kunim uzoq bo'lsa, mana qurdoshiman, teng qardoshsam, mana qizimsam, bu umrgan qizimsam uzoq yashasin. Mana o'qishlarini quvonib, to'ylarni birgalikda bo'lib, birgalikda o'zi birlikda yurmak nasib etsin. O'razoy aka shu janoba sizlarga avalim bag'lardim. Quvonchi bilan tabriklayman. Xudoyim bilan 40 ga chiqdi. Xudoyim shu bu 40 dan yana qo'shib yekuni 120 ga chiqib netganda sizlar ham sog' bo'lgaysizlarimizda. Ota-onalar bizlar uchun ota-onalar sog'. Ota-onalar sog' bo'lgay. Qag'li yoshlar baxtli bo'lgay. Sog'lik bo'lgay. Aktyorlar tabriklaymiz. Xudoyim yuzga kirganlar ishlatib o'tirmoq. Nasib etsin. Allah'ın kızını gör. Adıyla bir anda solma gör. Kızım seni tebrikliyoruz. Tuman bilenme. Hadi seni tebrikliyoruz. Tebrikliyoruz. Geçeceğiz. Allah'ın kızını görüyor. Hayır. Tebrikliyoruz. İkinci yapar. Tebrikliyoruz. Kudayım edilse soğuk olsun. Şimdi bir vakit koşuluklarda oturmak nasip ediyor. Köp. Soğuk gören. Tebrikliyoruz. Evet, tebrikler. Yükümüz değil kardeşler. Tebrik jo'ra. Ben diyeyim arkadaşım. Böyle oynayıp Allah'ın aklına. Soğuk başına işlemini yaptığımız tebrikler. Orada yaklaşık bir haber gösteren muhasebeli oynayıp ortalama kira ve sıkılarını. Soğuk. Hemen kanına yapalım. Oyuncular çok iyi bakın. O şiir aytamam değil, şiir aytsana. Adı buraya gelsinler. Buradan da aklı verdi. Şöyle atamadım Şiir aytamam değil. Şiir aytamam değil ama tohta bu fazla malda bilsin. Şiir aytamam değil. Ne böyle? Önemli bir yere ha. Fazla malda bilsin. Şiir aytamam değil. Doğumlar, selamat bunlar. Şu in, yeminin batlıcanın batlı bunları. Gerçi de var. Oğuzca. Orada ki, şeremet var.
Şu qo'shiq o'ynab bering. İşaretmen tilim kesmiyor bunlarla. Ya to'g'ridan aytsa, hech kimga buni birovlar sheratdan o'ylayapti. O'ylab aytaman, keyin megaga yurib birga aytaman. Doğru. Öyle kadar bakı. Mana zaten soğuktan sonra ulkan bak güzel. Öyle kadar. Orada yok de bak. Buraya oynamayık mı? Yaxshi bo'ldi, ko'pchilik betib qo'ysam. Keyin kerakmi? Katta rahmat. Barcha aytilgan yaxshi niyatlar tilaklar ijobat bo'lsa, tabriklaymiz yana bir bora. Mana shu kunlar bilan barchamiz sinfdoshlarni tabriklaymiz. Endi mana shunda sinfdosh qizlaringiz bor ekan, opalarimiz bor. Ularning orasida ham tabriklab qo'ydiganlar bormi? Bo'lsa, marhamat, keling. Yaxshi niyatlar tilaklar bo'lsa, yo'llab qo'yishdan qo'lay. Hey, mana yerga kirib chiqsin deb Tabii gübrelerim olsun, zayıf. Hem vaqt shu o'ynab kulib sovg'a olsa, ota-onamning vaqtini so'yib bersa, onamning vaqtini so'yib bersa, qizlarimning vaqtini qo'yib bersa. Ruhiyatdan tabriklayman, qizimdan tabriklayman. Hammasiga uzoq yosh tilayman. Katta rahmat aytganlaringizga tabriklaymiz yana bir bora. Qizlaringizdan Otabekka bitta tabrik she'rlari bor ekan. Bormi? Qani aytib qo'ying. Qizlar. Qani? Dadalari uchun ajoyib tabrik she'rlari bor ekan. Do'stlar, marhamat keling. Yo'llab qo'yishdan mumkin ajoyib tabriklar. Marhamat. Hukmen tashladim qadam, yonimda bordir odam. Suyanganim tog'im u, o'zimning jonim dadam. Qanday quchoqlab qo'yamiz, marhamat, quchoqlab qo'yamiz. Tabriklaymiz. Hadi, ver başla. Şeyini ayıp da sen de. Hadi. İşlab turmay qara mehnatdan, hech narsadan qilmadilarkan, kechib dunyo lazzatlardan, 40 yoshida ishlagan odam, endi kiyim olib kiymagan, qizim derdi nima qilsam kam, sochlarini qarasi qolmay, 40 yoshida ishlagan odam. Omad deyman bilasizmi shuni? Bilmaysizmi, tanimaysizda sababini aytaymi shuni? Mening dadam eng yaxshi dada. Yuzim doim quvonchdan kular, taniganlar hammasi bilar.
boyligim va borligim ular mening dadam eng yaxshi dada. Sizga qo'shimcha dadajonimiz marhamat. Tabriklaymiz. Umri sog' bo'lsin. Vaqtingizga ota-onangiz hamisha sog' bo'lsin. Otabeka, vaqtingizga farzandlaringiz, ota-onangiz hamisha sog' bo'lsin. Tabriklaymiz. Dunyo turguncha turing. Endi bugun katta bayram ekan, katta tantanaga ruxsat bersangiz, O'zbekka bitta o'yin davrasini ham qilsak, nima deysiz? Shu qo'shiqlar bo'lsa, barcha mehmonlarni o'yin davrasiga taklif qildik. Keyin oxirida esdalik uchun suratlarga olib qo'yamiz. Marhamat.
Xudodan tiladim tushlik elimda